Ra'no. 2-bölüm. 1-qism. Pullar sanılıb to'g'ri bo'lgandan keyin ular tunugin tuzishgan hujjatning oxiriga uy egisi uyni sotgan pulning hammasini to'liq elib bo'lganlik to'g'risida 2 qur xat yozib berib, uyni Ra'noga berib, uydagilarni boshlab chiqib ketdi. Ular chiqib ketgandan keyin Ra'no uyning eshigini ichidan taqab, uylarni bir qur tafsili ko'rib chiqdi. Uyda ishlatishga tegishli narsalar, qozon qo'mishdan tortib, ishlatadigan narsalargacha asosan to'liq bo'lib, Ra'noning hozirlikcha hojatidan to'liq chiqadi. Shunga u hozirlikcha biror narsa setib olmasimi bo'ladi. Setib olishga tegishli narsalar sayko'ktat, un yog', guruch setib olsalar, qolgan narsalar bor edi. Gerçi uy egisi uyda to'nliq gaz bor, shuningda tamoq assak qolayliq, to'ndagi gaz tugisa almashtirsak bo'ladi deb, Ra'noga gaz almashtiradigan joydan tortib tafsili deb bergan bo'lsa-mu, lekin hozirgi masala Ra'no tamoq etishni ancha bilib ketmaydi. Gazni ishlatishni bilmaydi. Qanday qilish kerak? Ra'no qo'sig'ining oshqanligini his qildi. U ep kirgan narsa keraklarni kiyim-kechak qo'ydigan yerlarga yig'ishtirib tiqib qo'yib, tunugin bozordan o'ziga setib olgan qizbalchi kiyimlarini kiyib, sirtqa qarab mangdi. Uning nishoni avval qo'sig'ini to'qlib elib, ondan heliqi yolg'iz birli ayol bor tikuvchilik do'koniga berib yiqish edi. Ra'no qo'sqig'i tamoq yeb elib, tikuvchilik do'koniga kelganda, heliqi kunidagi o'zini ishtirib degudak chiqarib ayol kiyim tikish mashinasida bir chaponni tikib otadi. Ra'no do'kon eshigidan kirib, bir oz qarab turg'ichimi, xo'jayin ayol kiyim tikish mashinasining ovozida Ra'noning kirganini sezmadi. Ra'no bu jarayonda bu do'kon ichiga esilgan tikigli kiyimlarga va bu ayolning tikvatgan chapiniga tafsili qarab, bu ayolning kiyim tikishda o'ziga yetmaydiganligini his qildi. Demak, Ra'no bu yerdan cho'qim non tepib yelaydi. U mushularni o'ylab turishiga xo'jayin ayol Ra'noni ko'rib, ishini to'xtatib, o'rnidan turg'ach so'radi. Yaxshimisiz? Bir narsa tikkizamdingiz? Ha? Ra'no tuyuqsiz so'ralgan bu savoldan sal tamtirab qoldi-yu, yana darhol esiga keldi. Yo'q, men mush yerda ishlay deb kirgan edim. Nima ish qila olasiz? Tikuvchilikni bilamsiz. Shagird bo'lib kirmoqchi bo'lsangiz, oylig'ingizga oz to'lib pul to'laysiz. Men kiyim tikishni yezimizda o'rgangan. Yezingizda o'rganganingizning bu yerda ishlashi notayin. Nima deyishni bilmay, bir oz turib qolgan Ra'no bu ayolga ortiq tushuntirishni xohlamay, eg'iz echibli dedi. Bu chaponni men tikib boqaymi? Ondan meni ishlatmaslikni qaror qilsangizmi bo'ladi? Bu degan 1 metr 10 necha yuanlik raxt. Chaponni buzib qo'ysangiz to'lashga to'g'ri keladi. Tikiman deb oqsoqollik qilgan bilan buzib qo'ysangiz to'lay olamsiz. Ra'no gap so'z qilmasdan 100 yuan pulni bu ayolga tutqizib qo'yib, kiyim tikish mashinasining oldida o'ltirib, ishni boshlab ketdi. Xo'jayin ayol bo'lsa, nima deyishni bilmay, joyida qoqqan qo'ziqdek turg'unicha Ra'noning chaponni tikishiga qarab turadi. Xo'jayin ayol soatiga qarab turdi. Ra'no bu chaponni 1 soatga yetmagan vaqt ichida tikib tayyor qilib bo'ldi. Chaponni tikib bo'lgandan keyin Ra'no xo'jayin ayolning gap qilishini kutmasdilla, chaponni taxtining ustiga qo'yib, dazmolni qizitib, chapanga bir aplik dazmol selib, chaponni kiyigidekli qilib tayyor qildi. Xo'jayin ayol bo'lsa, og'zini ochganicha Ra'noning ish qilishiga qarab turadi. Rostini aytganda, bu qiz o'zi chiroyli bo'lganning sirtida qilgan ishlari sipta, tez ham sifatlik edi. Bu chaponni o'zi tikkandanmi chiroyliq ham sifatlik tikdi desa xato bo'lmaydi. Ra'no chaponni kiygudakli tayyor qilib, xo'jayin ayolga qarab dedi. Kiyib boqamsiz. Bu chaponni siz bilan ustiqni tangdigidek chiqadigan birarsi buyurtgan chig'i. Bu chapan sizga dal keladi. Sizga yarasa xaridorgami cho'qim yaraydi. Xo'jayin ayol hech narsa demasdan chaponni kiydi. Bu chapan o'ziga chaqlab tikkandek dalli kelgan bo'lib, uchisiga qo'ymi yarashgan edi.
Ra'namu xo'jayin ayolning chiroyiga qarabla xo'jayin ayolning chapandan rozi bo'lganini his qildi. Qilib qolsam bo'lamdi yoki ketamdan? Ha, yo'q, qilib qiling. Sizni ep qalay. Lekin ko'p maosh beramayman. Tamoqni do'konda etib yeymiz. Tushlik va kechki tamoqingiz mendan. Oyliqingizga hozircha 300 yuan beralayman. Uningdan ortiq desangiz beramayman. Sizga rost gapni demasam bo'lmaydi. Do'konning savdosi toza yaxshi emas. Shunga faqat mushunchilikla beralayman. Ma'qul, shundoq bo'lsin. Ra'noning yuzlariga kulgi yugurdi. Qo'shildingiz? Ishonmay so'radi xo'jayin ayol. Albatta, amsa ish boshlaylik. Tikadigan yana nima bor? Elib menga tushuntirib qo'ying, men tikay. Ra'no ish topqiniga xushal. Lekin ayol xo'jayin sal tengirqab qoldi. Chunki Ra'nodak bundaq kichik, lekin ishni bundaq seliq qiladigan qizni u texi uchirtib baxmagan edi. Uning ustiga Ra'nodak bundaq seliq, sifatlik chapan tikalaydigan ustamning boshqa tikuvchilik do'konlarida maoshi 500 dan kam emas edi. Ra'no bu chapanni qo'liga elibla shuncha sifatlik tikalagankan, boshqa kiyim-kechaklarni cho'qim yaxshi tikalishida gap yo'q. Shunga u bir tarafdan Ra'noning qo'shilmasligidan ansirsa, yana bir tarafdan Ra'noning buncha tez qo'shilishini o'ylab baxmagan bo'g'ashqa qandoq inkosda bo'lishini bilamay turib qolgan edi. Bu do'konda birli kiyim tikish mashinasi bor bo'lib, Ra'no kiyim tikishni boshlab atgashga ustiga ish yo'q. Ra'noning ish qilishiga qarab o'tirgan edi. Ra'no bu kuni kech kirguncha 2 tal ko'nglak va 1 tal ishtonni tikib bitirdi. Do'konga boshqa birasimi kirib yurmadi. Ra'no bu xo'jayin ayolni ustam deb chaqirdi. Ular anda-munda gap qilishib, Ra'no o'zi to'g'risida faqat ismining Ra'no ekanligini, mushu yaqinda uyi borligini degandan boshqa hech nima demadi. Bu xo'jayin ayol ismining Madaniyat, bu yil 35 yoshda ekanligini, yo'ldishi va bir bolasi bor ekanligini, bolasi o'g'li bo'lib, bu yil 4 yoshga kirganligini, o'zi bu tikuvchilik do'konida turmisi bo'lmag'ashqa, kunduzi bolasini bir qo'shnisiga qarashga olib chiqib berdiganligini, qo'shnisining baliga qarab baginiga har oyda 300 yuan berdiganligini, yo'ldishining savdo setiq bilan shug'ullanadiganligini, shundaqdimi do'konning savdosi degandek yaxshi bo'lmag'ashqa, kunining ancha yaxshi deb ketgudak emasligi qatorliqlarni parang orlig'ida Ra'noga aytib berdi. Bu ayol qaramoqqa ancha yomon ayoldek qilmaydi. Ra'noning qo'li ishda bo'lg'ashqa, Madaniyat kechki tamoqni o'zi tayyorladi. Do'kon bak kichik degudek emas bo'lib, Madaniyat do'konning bir tarafini panarki bilan to'stirib, to'sqan tarafda tamoq etadigan bir sharoitni hozirlagan edi. Madaniyat suyuqash etib qachig'i elib, texi astoydillik bilan ish qilayotgan Ra'noning yeniga ep keldi. Ra'no ish bilan bo'lib ketib, Madaniyatning tamoq qilganini bilmagan edi. O'ri ko'tarilib turgan mazzilik bir qach suyuq osh oldiga qo'yilgan Ra'no o'zining tamoqqa yaqin turmaganidan xijillik his qilib qoldi. "Voy, kechiring ustam, tamoq etayotganingizga diqqat qilmabdiman. Yordamlashamay qolibdiman", dedi Ra'no xijil bo'lib Madaniyatga qarab. Hech qisi yo'q. Tamoqni issig'ida yeb eling. Yeb qolsangiz qozonda yana bor. Tamoqdan tatinmang, ha? dedi Madaniyat. U Ra'noning osmondan tushgandek do'koniga paydo bo'lganidan bak xushal bo'lgan edi. Bu atrofdagi tikuvchilik do'konlarida Ra'nochilik kiyim-kechak tikalaydigan shogird emas, hatto ustammi yo'q edi. Shunga Madaniyat 2 vaqt tamoqni o'zi bir qo'lliq Ra'noga tayyorlab berishga chin ko'nglidan rozi edi. Yana bir gap Ra'no. Meni ustam deyman. Madaniyat acha desangiz bo'ldi, ha? Madaniyat Ra'noning tikuvchilikka o'zidan usta ekanligini e'tirof qilmay turolmadi. Bundaq ahvolda Ra'no o'zini ustam deb chaqirsa, o'zimi g'alatilik his qilib qoladi. "Ma'qul ustam." Voy, qarang sizni, yana ustam deyotganingizni. "Ma'qul Madaniyat acha", dedi Ra'no gapini to'zitib.
Rana tamoqdan bir yerim qacha ichdi. Uydan chiqqandan beri bu uning tunji qitim uy tamog'i yeyishi edi. Shunga bu tamoq bak tetib ketdi. Amaliyotda madaniyatmu tamoqqa xeyli usta edi. Rana bu kuni kechki tamoqdan keyin chala qiyib qolgan arancha ishtonning chalasini bitkizib atgandan keyin ishkaylan do'konni birlikda taqab, at saharda do'konda ko'rishadiganga kelishib, uylarga tarqashdi. Madaniyat bilan Rana uylarga qarama-qarshi tarafga mang'atdi. Rana uyga qaytqucha kech tushay deb qolgan bo'lsa-mu, texi taqalmay chiroqni yo'rtib qo'yib savdo qilayotgan qator ketgan do'konlarga qarab mengib, bir ushoq tovarlar do'konini aylandi. Bu do'konning ko'lami ancha kichik emas bo'lib, do'kon ichida ishlatadigan oddiysi yep-yangidan tortib, ambur bo'lqig'icha hammasi tepilatdi. Rana bu narsalarni bir-birlab qiziqib ko'rib mengib yetib, necha xil soat bar rayonga kelib qoldi. Bu soatlar ichida qiz o'g'illarning qo'liga taqaydigan soatlaridan tortib, to'g'rilab qo'ysa, muzik chelib uyg'otadigan qo'ng'iroqliq soatgacha hamma turi bor edi. Rana bu soatlarga qarab bir oz turgandan keyin o'ziga hol ranglik, noyda nafis, qizlarga xos chiroyli bir soatni setib olmoqchi bo'lib, soatni qo'liga ep bo'lib, yana qo'ng'iroqliq soatdan birini setib olishni o'yladi. Shuning bilan 2 soatni do'kondardan so'rab, baho talashib setib olmoqchi bo'lganida, do'kondar bu do'kondagi mallarning muqim baho ekanligini, baho tushirolmaydiganligini, mushu deyilgan bahoning eng to'van baho ekanligini aytib, 2 soatga 13 yuan basi bo'ladiganligini deb qo'yib, yana o'zining ishi bilan aldirash bo'lib ketdi. Cho'ng shaharlardagi tijorat qilish usulimi bizning yezlardagidan xeyli farqlanadi ekan. Yezlarda bahoni yuqori qo'yib elib, xaridor bilan baho talashib, sotquchimi, og'uchimi muvofiq bir bahoga to'xtalgandan keyin ondan ilm berim qilishadi. Lekin bu yerda necha pulda baho qo'ygan bo'lsa, shunchaga sotadi ekan. Xaridorning bahoni tushirish fursatimi bo'lmaydi ekan. deganlarni o'yladi Rana. Shunda qilib 2 tal soatga 13 yuan berib do'kondan chiqib uyga qaytdi. U qaytgandan keyin Rana do'kondarning o'gitib qo'yg'ini bo'yicha qo'ng'iroqliq soatni ertasi sahar soat 5 ga to'g'rilab qo'yib, ondan aram oldi. Rana eng muhim to'ralg'u masalasini, qo'saq masalasini, ish tepish masalasini asosiy jihatdan hal qilgandek qiladi. U kechda yotqonga kirib yotqinida ortiq o'ylashni xohlamadi. Qancha o'ylasam-u hech ish hal bo'lmaydi. Ortiq o'ylash faqat o'zini azoblashdan boshqa narsa emas edi. O'tmishni orqaga cho'rivatgankan, endi qaytishga bo'lmaydi. Shunga o'ylamaslik kerak. 11-oy kiray deb qolgan bo'g'ashqa so'g'uq xeyli kuchayib qolgan edi. Bo'libmi, attigini oqshimidagi so'g'uq odamning jinidan o'tadi. Rananing do'koniga chiqib kirayotganiga bir oycha bo'lib qoldi. Hamma ishlar ritmiga tushgandek qiladi. Bu jarayonda Ranamu balduroq bekor bo'lib qolganlarda atrofni anda-munda aylanib, bu atrof bilan xeyli tanishib qoldi. Hozir madaniyat maxsus tamoq etishga mas'ul bo'lib, tushda va kechda erinmay, Ranani yaqin keltirmay tamoq etadi. Hozir do'konda madaniyat qiladigan tamoq etishdan boshqa ish qolmadi deyishga bo'ladi. Do'kondagi ishmi Rana dastlab kirgandikidan ko'payib qolgan edi. Do'konga bir qitim kirgan xaridor Rananing tikkan kiyimlarini maqtamay, rozi bo'lmay chiqib ketmaydi. Bir xaridor chiqib ketsa, yana birini, hatto bir necha xaridorni boshlab kirib yurib, bu 20 necha kunda do'konning xaridori ko'rinarlik ovib qolgan edi. Madaniyatmi buningdan xushal edi. Madaniyat Rana kirgan dastlabki mazgilda Ranadan xotirjam bo'lamagan bo'lsa, bu bir oydan buyanqi do'konda turish va Rana bilan paranglashish jarayonida Rananing yaxshi, axloqli qiz ekanligiga to'liq ishonch qildi. Shundaqla do'konning oshquchidan bir tal yasitib, Rana'ga tutqizdi.
Demisimi, Rana köpünçü vaqtda do'konga atdigini madaniyatdan baldır kelib, madaniyatning kelib do'kon eshigini echishini saqlab turadi. Tikkuchilik do'konlarda azaldan xaridor bir qitim kirsila, kiyim mayli o'ngshaydigan kiyim bo'lsin yoki tikadigan kiyim bo'lsin tutmaydi. Ba'zida xaridor necha qitim suylab kirib, do'kondor bilan gap tagishib qoladigan ishlarmi ko'p yuz beradi. Rana do'konga kirishdan burun mushu do'kon mushundaq bo'lib, Rana kirgandan keyin tikiladigan, o'ngshaydigan kiyim-kechaklarni dal degan qaralida. Hatto uningdan burun putirib bergan bo'g'ashqa xaridorlar kiyimining sifatidanmi, vaqtida putgunidanmi xushal bo'lib chiqib ketishayotadi. Rananing bu ishlari e'lon bergandek unum berib, xaridorlar ko'payib, Ranani aldirash qilib yotadi. Rana 2-bölüm. Ikkinchi qism. Rana'ning bu ishlari e'lon bergandek unum berib, xaridorlar ko'payib, Ranani aldirash qilib yotadi. 11-oyning 8-kuni. Rana do'konga berish uchun binodan tushganida butkul koinot oppoq libosga purkangan edi. Bu Rana Urumchiga kelgandan keyingi tunji qor edi. Osmondan tehicha oppoq chechaklar to'kilib yotadi. Rana qorni bak yaxshi ko'radi. U qo'llarini echib, tushayotgan qor ushqunlarini tutib baqdi. Og'zini echib, qor gullarini tetib baqdi. Go'zal koinotni, oppoq qor ushqunlarini ko'rgan Rananing ko'ngli shunchalik yayrab ketdi. Qor xeyli qilin yaqqan edi. Rana birdam u yoq bu yoqqa yugurib baqdi. Yerlardagi qorlarni elib, kichik boladak chechib o'ynab baqdi. Rana cho'ng bo'lgan yurtlarda qor yog'adi-yu, buncha qilin yig'ib baqmagan edi. Rana aqlini bilgandan tortib, buncha qilin qor yig'ib baqqanini asliyamaydi. Rana birdam qorda o'ynagandan keyin do'konga berish esiga kelib, darhol do'kon tarafga qarab mangdi. U do'konga borganida madaniyat do'konni tozlayotdi. Voy, keldingizmi? Hozirgacha kelib bo'lamisiz? Men texi qorda kelamaydigan o'xshaydi debdiman. Mashinaga yeniga kelib put-qo'llaringizni isitib eling. Dedi madaniyat eshikdan kirgan Ranaga. Yaqay, to'nglamadim. Madaniyat acha, supurgini menga bering. Do'konni men supuray. Dedi Rana xijil bo'lib. Rana bugun rastilla xeyli keyin qolgan edi. Rana keyin qolganidan xijil bo'lib ketdi. Lekin so'g'uqdan allaburun qizirib ketgan yuzlari buni sezdirmagan edi. Rana do'konni tozlab, darhol ishga tutish qildi. Tikish, o'ngshashqa tegishli kiyim-kechaklar xeyli ko'p edi. Rana atigini kechib kelgandagi xijilchilikda madaniyatga gap qo'g'dak fursatmi bermay, jiddiy ishlab tushkicha ishki chaponni tikib bittirdi. Madaniyatmi jiddiy ish qilayotgan Ranaga ta'sir yetkazmaslik uchun tushlik tomoqning tayyorligini qilaverdi. Rananing ishki tal sokni chaponni dazmol silib bittirishi tomoqning pishishiga to'g'ri keldi. Rana bilan madaniyat texi andila tomoq qachillarini qo'liga ilib, mashning yeniga kelib o'ltirishiga do'konning eshigi ochilib, 40 yoshlar atrofidagi bug'doy o'ng, o'ttir bo'y bir er kishi kirib keldi. Rana texi birinchi cho'k tomoqni og'ziga selishqimi ulgurmagan edi. U kirgini xaridor chig'i deb madaniyatga qaradi. Madaniyat bo'lsa qo'lida tomoq o'rnidan turgan peti turib qolgan edi. Siz deginicha turib qoldi madaniyat. Nima? Xotinimning do'koniga kelsam bo'lmamdi-kan? Dedi Ahad madaniyatga. Ammo uning ko'zi Ranati edi. Yaqay, keling. Yaxshi mehmon tomoq ustiga debdikan. Tomoqqa ulgurib kelibsiz. Tomoqni birga yeylik. Dedi madaniyat darhol esiga kelib. Ma gaping sal bo'ldi. Mundaqroq deb turmamsan.
dedi Ahad sal echilib. Bu qiz Ha, sizga bir qiz do'konga keldi degan emasmidim. Shu qiz shu. Ismi Rana. dedi Madaniyat tushundirib. Rana, bu yoq mening yo'ldishim. Ismi Ahad. Ahadga desangiz bo'ladi. Ahadga. dedi Rana adab yuzsidan. dedi Ahadmu Ranaga qarab yechib. Baldırak Rana singlimizning balig'ini degan bo'lsang, quruq qo'l kirmasdim. Qara, sadqili qilib quruqlik kirganimni. Hech qisi yo'q. Undaq demang. dedi Rana sal qo'rinib. U Ahad ismlik bu odamni toza yoqtirmagan edi. Nima uchunligini o'zimi aytib beramaydi. Lekin bu odamning yolg'ondan hejishlari, g'alit qarashlari Ranani shunchalik bearam qilayotgan ediki, Rana bu odamning tezroq do'kondan chiqib ketishini umid qilib ketdi. Tushlik tomoqni yeb bo'libmi, biroz soatdek vaqt o'tgandan keyinla Ahad ondan do'kondan chiqib ketdi. Rana bo'lsa tomoq qachisini qo'ygan padisida hech nimaga qaramay o'rnidan turib ishga kirishib ketgancha Madaniyatga Ahadga qarab sanmadi. Ahad atayin o'ziga xo'sh deb do'kondan mang'ilayotgandimi, Rana mashinaning sharaldigan ovozida anglamay o'zining ishi bilan mashg'ul bo'layotdi. Shu kunidan keyin Ahad heli uni, heli buni bahona qilib do'konga to'la keladigan bo'lib oldi. Har kirganida quruq qo'l kelmay heli kavob, heli mevechi va hech bo'lmasa gazir xasing degandek narsalarni ko'tarib kiratdi. Madaniyat bo'lsa erining bundaq kuyimchanligidan xushal edi. Rana bo'lsa har qitim Ahadni ko'rganida bearam bo'ladi. Lekin nemishqa bearam bo'ladiganligini o'zimi tushundirib beramaydi. Balkim ortiq o'ylab olgandi. Taqdir Ranani sinovatamdikin yoki Rananing bundaq tinch o'taverishni xohlamadimikin? Rananing tinch, qo'saqdan ishtepishdan g'am qilmaydigan bundaq xotirjam kunlari ancha uzun davomlashmadi. Yana bir kuni tushlik tomoqdan keyin Madaniyat bir paltoga tugma og'ili chiqib ketdi. Rana do'konda oldirash ish qilyotdi. Eshik ochilib, Ahad kirib keldi. U bu bir necha kundan beri do'konni ko'zitib turib, bugungi mushu aplik Madaniyat chiqib ketgan fursatni aran tasti topgan edi. Rana kiyim tikish mashinasining sharaqlagan ovozida Ahadning kirganini bilmadi. Ahad do'konga kirib, Ranaga bir haza qarab turib, Rananing o'ziga diqqat qilmaydiganligiga ko'zi yetgandan keyin gelini qirdi. Ahad o'zining kirganligini Ranaga bildirish uchun qasddan gelini qirib, yo'tilib qo'ydi. Rana cho'chib qilayotgan ishini to'xtatib, o'rnidan turib, kirgan kishining Ahad ekanligini ko'rib, damonliqqa nima deyishni bilmadi. Gap qilmaslikqa, ko'maslikka selishqa texi bo'lmaydi. Chunki hozir do'konda faqat Ahad bilan Rana bor edi. "Oy, Ahadga kirganmidingiz?" dedi Rana sal o'zini to'xtatib elib. Madaniyat ocham tugimiz yetib og'ili chiqib ketgan. Mashinaning yanida isinig'ash o'ltirib turamsiz. Madaniyat ocham hayal bo'lmayli kirib bo'ladi. Rana shundaq debla yana ishni boshlamoqchi bo'lib turganida Ahad ishtik mengib Rananing yeniga kelib dedi. "Men sizga kavob bilan non akirgan. Issig'ida yeb olamsiz?" dedi Ahad Ranaga. "Texi bayli tomoq yegan edim. Qo'sig'im oshmadi. Madaniyat ocham kirsa yesin." dedi Rana Ahadning deganlariga sal hayron bo'lib. Rana amdali kiyim tikish mashinasining oldida o'ltirib, ishni boshlay deyishiga Ahad kelibla Rananing qo'llarini tutib oldi. "Rana, men uni deb emas, sizni deb kelaman bu do'konga. Uni desam, u kunda Batur so'ydi." Rana hodiqqanidan Ahadning qo'llarini silkishlab, qo'llarini tortib oldi. "Nima deyapsiz? Siz degan ustamning eri, qalaymiqan gap qilmang." "Menmi odam, Rana? Men sizni tunji ko'ginimdan boshlab yaxshi ko'rib qolgan.
Qalaymaqan gap qilmang. Ra'no shundoq deb turishiga Ahad yana Ra'noning mo'rinlaridan tutib oldi. Qo'yib eting. Voyjon. Ra'no shundoq debla dazmalni qo'liga elib Ahadga qartib silkidi. Ahad vaqirg'inicha Ra'noni qo'yibdi. Dal shu paytda madaniyat do'kon eshigidan kirdi. Sizlar nima ish qilyapsizlar? Vaqirdi madaniyat Ra'no bilan Ahadga qarab. Ra'no Ahadga dazmalni shiltib, Ahadga vaqirg'inini anglagandan keyin qo'rqib nima qilishni bilmay qolgan bo'lib, texi hozirgacha hushiga kelib bo'lmagan edi. Biroq madaniyatning kirganini ko'rgan Ahad darhol 180 gradus o'zgardi. Qara madaniyat, qara. Sen qandoq birsin do'konda beqivyotsan deyman. Dedi Ahad qo'rqqan avval mush ko'tiribdi degandek oldida madaniyatga arz qilib. Mao saranga madaniyat bilan ikkilaga kavob akirdim. Madaniyat kirganda billi yangla deb kirsam, sizni yaxshi ko'raman Ahadga. Madaniyat ochobdan qo'rqib sizga gap qilolmagandim degan edi. Siz texi kichik, bundaq demang desam, menga dazmolni yiqibatdi. Ra'no, nima qilganingiz bu? Shuncha arsiyg'inib ketganmiydingiz? Madaniyat kelgan peti Ra'noning tasdiqiga birini soldi. Bu tasdiqning kuchidan Ra'no orqaga bir necha qadam santirilib ketdi. Hozir Ra'no nima ish bo'lganligini, nima deyishni bilmay yotadi. Nimani bo'lmasin, amaliyot undaq emas. Shunga Ra'no yanala o'zini oqlab yiqishni loyiq ko'rdi. Undaq emas madaniyat acha, Ahadgam o'zi Ahadgangiz o'zi sizga eslab oldi, shundaqmi? Ha? Ra'noning gapini tatib oldi madaniyat. Ha, deyaladi Ra'no oralla. Ustadlig'ingizni qarang. Bir oydan beri tamog'ingizni etib beryapman. Men sizga yomonlik qildimmi, ha? Nima ishqa menga bunday qilasiz? Madaniyat Ra'noga vaqirdi. Madaniyat acha, men chiqib keting. Bunidagi sizni ko'zim kelmasa, madaniyat acha. Madaniyatga o'tinish nazari bilan qaradi Ra'no. Menga bunday bicharalar chiqarmang. Yiqiling, hozirlik yiqiling. Ra'no ro'yi chiqib ketgan odamdek eshik tarafga qarab mandi. Mavni ila, bu sizning bu oylik ish haqingiz. Buni deb meni yana avora qilmang. Endi ishkinchi ko'zimga ko'ringicha bo'lmang. Yiqiling. Deginicha 300 yuan pulni Ra'noning yuziga otdi madaniyat. Ra'no ko'zlaridagi yoshlarni surtganicha o'ziga etilgan pullarni elib, daldangshib uyga qaytdi. Uyning eshigidan kirib, eshikni ichidan taqab, yotqanni yepinib bir yotgan petdi. Yig'lab yetib, qachonlarda uxlab qolganini o'zim bilmaydi. Atsi soat yana o'xshash vaqtda jiringladi. Ra'noning o'rnidan turg'idak mag'durimi yo'q edi. U soatni o'chirib etib, yana yotdi. Lekin uxlayolmadi. Beshi va butun badallari urib chiqayotgandek og'rib ketyapti. Nima ishlar bo'lib ketdi? O'yladi Ra'no. Tunugun yuz bergan ishlarni yana bir qaytim o'ylab chiqdi. Topgan ishimmi, yeyotgan menimmi, mushuning bilan yo'q bo'ldi. U do'konga berish endi mumkin emas. Endi qanday qilishim kerak? Ra'no onasining o'limidan keyin dadasiga o'chlik qiladi. Dadasini mas'uliyatsiz, onasining o'limining sababchisi deb o'ylaydi. Endi u o'sh ko'radigan erdan yana bir paydo bo'ldi. U onasining o'limini, Ahadning o'ziga qilganlarini o'ylab, barliq erlarga bo'lgan o'shmanlik uning qalbida bix surishga boshladi. Ra'no mushundaq yetib, tushdan keyin bo'lganda qo'sig'ining ochlig'i, butun badanining seqirab og'irishiga qaramay, o'rnidan turib sirtqa chiqdi. U yeydiganga biror narsa tepib kirmasa, yana dori akirmasi bo'lmaydi. Hozir 12-oyning o'ttirlari bo'lib qolgan bo'lib, so'g'uq odamning so'ngak-so'ngaklaridan o'tib ketadi. Ra'no turadigan uy
bozorning o'ttirsida bo'lsa-mu, Ra'no non, tamoq, dori ib kirguncha to'nglig'idan jaloqlab titrab ketdi. Ra'no uyning eshigidan oraliq kirib oldi. U eshikni ichidan taqab, qo'lidagi akirgan narsalarni qo'yibla, yotqanga kirib aran ulgurdi. Har holda uyning ichi issiq bo'lg'ashqa, u bir oz yotgandan keyin xeyli isidi. Xeyli isinib olgan Ra'no o'rnidan turib, gaz o'choqda chaynakni qo'yib, choy qaynatdi. Ondan choy bilan tamog'ini yeb, qo'sig'ini to'qlab oldi. Ra'no amdi sal mag'durga kelgan edi. U amdi akirgan dorilarni dorigarning degini bo'yicha ichib olib, bir oz aram elib olishni o'yladi. Ra'no dorilarini ichib bo'lgandan keyin yana yotdi. Lekin badallarining ig'irligidan, beshining og'irligidan ko'ziga uyqu kelay demaydi. Ra'noning xiyollari yurtida. O'zi og'irib qolganlarida onasining beshida paybitek bo'lib yurgan vaqtlariga ketdi. Ana, sizning baringizda qadringizni bilmabdi ekanman. Meni shunchalik azizlab yiqib ekansiz. Jiningiz qancha to'shigan bo'lg'iydi, ana. Og'rib qolgan chaqlarimdimi? Kecha yenimdan ketmaydingiz. Uyqudan bedor edingiz, ana. G'am qayg'uning, jafoning nimaligini bilmay o'tibdi ekanman. Endi odam bo'lishni qaytadan o'rganadigan o'xshayman. Yashashni o'rganadigan o'xshayman, ana. Ra'noning ko'zlaridan yoshlar to'xtamay quyilib o'tadi. Cho'qim yaxshi yashayman. Cho'qim yaxshi yashayman, ana. Mendan xotirjam bo'ling. Ra'no 2-bölüm. 3-qism. Ra'no yig'lig'inicha uxlab qoldi. U uyg'onganida kash bo'lib qolgan edi. Dorining ta'siridan lekin Ra'no xeyli o'ngshilib qolgandek qiladi. Beshining og'riqini qo'yib atgandek. Badallarining ig'irlig'imi xeyli yengillab qolgandek edi. U o'rnidan turib, dorilarini yana bir qaytim ichib oldi. Ra'noning qo'sig'i yana ochdi. Tamoq yemaslikmi bo'lmaydi. Non bilan choy ichishni o'ylagan Ra'noning ko'ngli bir qismi bo'lib qoldi. U atdiginidan boshqa vaqtda non choy ichishni ancha yaxshi ko'rib ketmaydi. Uning ustiga hozir mijozi yo'q. Og'ziga bir narsa tetmayotgan chaqda non choyni texami ishkisi yo'q edi. Lekin tamoq qilay desa, ilgaridan 2 vaqt tamog'ini do'konda yeyotgan Ra'no uyga tamoq qiladigan lozimatliklarni akirib qo'ymagan edi. Onamni ba'zi ishlarda nemishqa birasini yordamlashishga chaqirmay, o'zi qiynalib yuradigandu deb o'ylab ekanman. Aslida har qanday ishda o'ziga tayonganga yetmaydi ekan. Agar tamoqqa kerakli lozimatliklarni akirib qo'ygan bo'lsam, onamdek o'qishdanmasam, o'zim issiqni tamoq etib yeyavog'iydim. Yana tamoq yetarli lozimatliklarni akirib, o'zim tamoq etib yesam, boshqalardan umid kutmasam bo'g'idek. deb o'yladi Ra'no. Ra'no bu kash bo'lib qolganda sirtqa chiqishni loyiq ko'rmadi. Shuning bilan choy ichib, ata tamoqqa kerakli lozimatliklarni akirib bo'lib, ish izlab yiqishni niyat qilib yetib qoldi. Atsi Ra'no tushgacha tamoqqa kerakli narsa keraklarni aran akirib bo'ldi. Ondan akirgan sayko'k tatlarida say qo'rib, non bilan yeb, qo'sig'ini to'qlib elib, ish izlab yiqish uchun sirtqa chiqdi. Ra'no bir tushdan keyin bozorda cho'gilab ish izlab, bir necha tikuvchilik do'koniga kirdi. Yana bir necha oshxonaga kirdi. Lekin birarmi Ra'noni ishlatishga qo'shilmadi. Hammasila odam olmaymiz, odam to'liq deb Ra'noni chiqiribdi. Ra'no bir tushdan keyin mengib, putlari og'rib, yo'l bo'yidagi bir o'rindiqda aram ilib o'ltirg'ach, atrofni kuzatdi. Endi qanday qilish kerak? Qayoqqa menish kerak?
To'satdan uning ko'zi yo'l bo'yidagi stolbiga chaplangan xat yozilgan qog'ozlarga tushdi. U asta o'rnidan turib, bu stolbiga yaqinlashdi. Bular uy ijara berish, ijara elish, xizmatchi qabul qilish, odam izlash, tarbiyalash o'rinlariga o'quvchi qabul qilish qatorliq e'lonlar chaplangan qog'ozlar edi. Ra'no o'ziga qig'udak bir ish chiqib qolamdikin deb bularga bir-birlab qarab chiqdi. Shu arada uning ko'zi oshxonaga mulozimatchi oladigan bir e'longa tushdi. Adresda janubiy eshik tarafdagi yangidan ochilmoqchi bo'layotgan bir oshxona edi. Ishlamoqchi bo'lgan mulozimatchilarning tomog'ini ko'tardi. Ishlash vaqti atigini soat 7 dan kech soat 8:30 gacha. Oylik beriladigan maoshi 300 yuan deb yozilgan edi. Ra'no buni ko'rib o'ylanib qoldi. Qo'sig'i oshxonadan ketsa, sal qiynalsimi, 300 yuan puldan eshib ketsa, tejab ishlatsa, bir oyda 100 yuanni ishlatib, 200 yuanni tejab qolalaydi. Uning ustiga uyga bak yiroq deb ketgilimi bo'lmaydi. Shuning bilan Ra'no mushu oshxonaga berib yiqish qaroriga kelib mangdi. Bu oshxona xeyli cho'ng bo'lib, hozir garchi tamoq vaqti bo'lmasa-mu, xaridorlar xeyli ko'p edi. Qarmoqqa sodasi yaxshidek qiladi. Ra'no bir oz turib ketib, ondan oshxonaga kirdi. Kirishiga o'zi bilan tang dematlik oqseriq kelgan bir qiz Ra'noning oldiga kelib gap qildi. Qani keling, nima tamoq yeysiz? Bizning bu oshxonaning tamoqlari bek o'xshaydi. Men ishligili kelgan, dedi Ra'no bu qizning gapini bo'lib. Ha, ishligili kelgan dedingizmi? Dedi bu qiz sal turib qilibroq. To'xtab turing. Men xo'jayinni chaqiray. Bu qiz kirib ketib, birdamdala 45 yoshlar chamisidagi ta'tir ustixon kelgan bir erkishni boshlab chiqdi. İşlemekçimiydiniz? Dedi bu erkishi Ra'noning yeniga kelib. Ra'noning ahvol so'ramoqchi bo'lib demoqchi bo'lgan gaplari og'zining uchida qilib qoldi. Ha, ishlaydigan edim, deyaladi oralla sal huduqib. Dukkan xo'jayini Ra'noning beshidan oyog'igacha toza sapsilib qarab, ondan dedi. Kiyim kichkingizni sal isloq qilsak bo'lgudek. Bo'ldilar. Bo'lmasa, do'konga kelganda xizmat kiyimini almashtirib bo'ladi-ku. Gulqiz, siz bu qizni boshlab kelib, kiyimni almashtirg'izing. Eliq yo'lga kiyimlarda o'zi kildig'ini kiyib, hozir ishga tushsin. Ha? Ra'no sal tamtirab qoldi. Xo'jayin to'xtab turing. To'xtang. Hozir ishga tushamansiz? Biz hozir mulozimga ehtiyojliq. Hozir ishga tushamisiz? Bo'ldi, ishlamang. Yo'q, xo'jayin. Men hozirla ishga tushalayman, lekin bir necha masalani so'rab olay degan edim. Ra'no tikuvchilik do'konida turayotgan mazgilda kirgan xaridorlardan ba'zilaridan qandoq yerlarda ishlab pulini ololmaganligini, xo'jayinining xizmatkorlarni qandoq bo'zaq qilganligini, bir oyda biror qayta muddam elish bermaganligi qatorliqlarni anda-munda anglagan bo'g'ashqa o'ziningmi bo'zak qilinishidan ansirab qolgan edi. Qani so'rang. Ishiltay desimiz sizdek gapni ko'p qilgan qizni ko'rmabdi ekanman. Dedi xo'jayin sal bezorlik his qilgandek talaffuzda. Maoshni qanday hisoblab berasiz? 3 vaqt tomog'ingizni oshxonada yesangiz bo'ladi. Tomog'ingizga pul hisoblamaydi. Oylig'ingiz muqim 300 yuan. Agar xaridor sizni ustingizda arz qilmasa, norozi bo'lmasa, maoshingizni berganda 50 yuan mukofot qo'shib beraman. Xaridor bilan gap talashmasangiz, oyog'ingiz chaqqan bo'lsa, og'zingiz yumshoq bo'lsa, boshqa chatoq chiqmaydi. Dam elish beramsiz? Dam elish? Bu hozirga qadar ishchilik kelganlar bundoq so'rab boqmagan. Men bu to'g'risida o'yinib boqmabman. Odam bo'lgankan, yerish charchash bo'ladi. Ma'qul. Oyda bir kun dam elish kerak. Boshqa mulozimlarning ish chiqib qolmagan ahvol ostida oyda bir kun dam olsangiz bo'ladi. Ma'qul, bildim. Dedi Ra'no Gulqiz degan mulozim qizning orqasidan ma'moqchi bo'lib. To'xtang. Yana bir gapni unutib qoptiman. Esingizda bo'lsin. Ishga kechikib qolsangiz maoshingizdan tutaman. Bir qatimlik uchun 3 yuan tutiladi. Bildingizmi? Bildim. Shunda qilib Ra'no ishga tushib ketdi. Oshxonadagi bu xizmat Ra'noga jafoliq bilinmadi.
Faqat kechda uyga qaytib kelib, yetishqi tamshalginida putlarining urib cheqivatgandek og'rib ketganini his qiladi. Oshxonada u qo'sig'idan g'am qilmadi. Bu jarayonda Ra'no Gulqizdan nurg'un narsalarni o'rganib oldi. Xaridorlarga qanday muomala qilishni, tomoqlarni xaridorlarning oldiga qanday qo'yishni, tomoqni qanday buyurishni, ishni qilib oshxonada mulozimlar qilishga tegishli ishlarning hammasini u asosan Gulqizdan o'rgandi. Ular sal qo'li bekor bo'lsa, andimunda paranglashib qoladi. Gulqizning deyishicha, uning dadasi kichigidila tugab ketgan bo'lib, onasi bilan ikkisi bir-biriga yor-yo'lak bo'lib yashaydi. Gulqiz hiyli mikri yo'q, tirishchan, ishchan qiz edi. Shundaqdimi Ra'no Gulqizga ortiq uchurini bermadi. U faqat o'zini Gulqizga onasi og'riqchan, dadasi kunlik ishlaydigan, o'zini birli balo qilib ko'rsatdi. Oningcha bundaq bo'lganda ortiq tushuntirishlardan, uqishmasliklardan va ko'ngil og'riqlardan xoli bo'g'ilib bo'ladi. Mushundaq qilib Ra'noning bu oshxonada ishlayotganiga 6 oy bo'lib qoldi. 1 oy ilgari oshxonaning sodasi yaxshi bo'lib, Gulqiz bilan Ra'no mulozimlikqa yetishib bo'lmaganligi sababidan xo'jayin yana bir qiz mulozim qabul qildi. Bu yangi kirgan mulozim qiz bilan Ra'noning toza xushi chiqmadi. Chunki bu qiz sal saxtpaz edi. Xo'jayin ba yerda bir xil, yo'q yerda bir xil bo'lib oladi. Ra'no har qaytim bu qizning ashu 2 xil o'xshamaydigan tarafini ko'rganida, to'liqsizdagi o'qituvchisi so'zlab bergan xamiliyon degan bir xil o'zgarishchan hayvonni ko'z oldiga keltirib, uningdan saskinib ketadi. Amal ba u qizga yaqinlashmaydi. Gapni qilmaydi. Ra'noning bunda qilganlarining aksicha, u qiz Ra'noning quyrug'ida yurgandekli yuradi. Ra'nodan gap so'rab hamaydi. Lekin Ra'no bu qizning so'rgan savollarining 10dan biriga javob bersa, qog'inini anglamas soladi yoki aldirashligini bahona qilib, uning yenidan yiroqqa ketadi. Bu qizning ismi Roshangul bo'lib, uning deyishicha uyi mushu yaqinda ekan. Shundaq turib, Roshangul oshxonaga kechikib qolmaydi-yu, bir qaytimmi 5 minut baldir kelib solmaydi. Eshib kelsa 1-2 minut, bo'lmasa dal ulgurib keladi. Ra'no Roshangulning bundaq vaqtni dal hisoblab kelaligidan hayron edi. Ra'no oshxonaga kirgandan beri asosan degudek har oyda 350 yuan maosh epmadi. Andimunda ishlatganini chiqarib atgandimi, 6 oydan beri 1800 yuan pulni uyga qo'yib qo'ydi. Hamragunning davomliq deydigan gapi uning yodida edi. Pulni amal va buzmoqliq. Pul degan hamon lozim bo'ladi. Bo'libmi qiz bola yeniden pul ayirmasligi lozim. Qiz bolaning do'sti bo'lmaydi deydigan gap bor. Boshqa kun tushganda asqadig'ini yanala shu pul. Pulga hamma narsani setib olib bo'lmaydi. Lekin unutib qolma. Pul bo'lmasa hech ish qilib bo'lmaydi. Nurg'un ishlar uchun pul bo'lishi kerak. Yaxshi yashash uchun, yaxshi ko'rgan narsasini setib olish uchun, yaxshi ko'rgan kishilarga yaxshi ko'rgan narsalarni ep berish uchun. Ammo esingizda bo'lsin, pulni o'zi amgak qilib tepish kerak. Shundala xotirjam ishlatamiz. Undaq bo'lmaydi ekan, mehnatsiz erishgan narsaning hammani tilimizni qisqa qiladigan yeri chiqib qoladi. Hozir Ra'noning qo'sig'i oshxonadan ketyapti. Lozimliq kiyimlarini setib olyapti. Andi munda turmush lozimatliklaridan boshqa pul ishlatadigan yeri bo'lmag'ashqa, pulni boshqa narsalarga buzmay yig'ib qo'yayotgan edi. Chunki hech kim ati nima ishlarning yuz berishini bilmaydi. Xuddi tikuvchilik do'konida madaniyatning yo'ldishi Ra'noning iziga tushgan turmushni bir necha eg'iz gap bilan birdamdila ostin-ustin qilayotgandek. Urumchi Ra'no kelgandan keyinki yana bir kuzni kutib oldi. To'g'ri, Ra'noning yurtdan yenib chiqqaniga 1 yil bo'lib qolgan edi. Demak, onasi Hamragulning o'lib ketganiga 1 yil bo'lib qoldi. Yurtda bo'lganida
onasining qabrisini yo'qlab kelar edi, ha? Ana, mendek vafosiz. Qabringizni yo'qlashqani yaramagan qizingizni kechirasiz. Bu bir yildan beri qiynalmadim desam, yolg'on so'zlagan bo'laman, ana. Lekin pak yashadim. Ko'p bo'lmasini o'z amgigim bilan pul topdim, ana. Lekin sizni pek siyg'inib ketdim, ana. Pek siyg'indim. Rana oshxonadan uyga qaytib, orom elib yotganida mushularni o'yladi. Onasini siyg'inib, ko'zlaridan yoshlar quyildi. Rana oshxonada ishlayotganining 11-oyig'i. Roshangul ishlayotganining 6-oyiga qadam qo'ygan kunlarning birida 3 qiz kashta ishdan tushib uylariga mang'anida oshxonadan sal yiroqlashibla Roshangul qo'sig'i og'rib mang'amayotganligini aytib turib qoldi. Gul qizning uyi qarshi tarafda. Rana bilan Roshangulning qaytadigan yo'li bir tarafda edi. Lekin bir 4 ko'cha do'qmishiga kelganda ular ayrilib ketadi. Qanday qilamiz? Bu vaqtda do'rxonlarni taqab bo'ladi. Hozirmi do'ralamaymiz? Endi qanday qilamiz? Dedi Rana. Rostla mang'amaydigandek qilaman. Meni uyga olib qo'ya olasizmi, Rana? Ha? Ilmi bu yerda turib uyga hayal qoldim. Kashtimamni qo'qiman. Qanday qilsam bo'lar? Voy qo'sqim. Voy jon. Qanday qilaman? Bek og'rib ketyapti-da. Deb bargan siri voyjonlig'ila turdi Roshangul. Ma'qul. Men sizni yo'lab uyingizga olib qo'yay. Dedi Rana Roshangulning bargan siri voyjonlig'ila turganini ko'rib jiddiylashib. Shuning bilan Rana Roshangulni yo'lab Roshangulning uyi tarafga qarab mangdi. Xiyla qorong'i tushib qolgan edi. Ko'chalardami odam ko'rinmaydi. Mang'an odamnimi sal sur bosatdi. Roshangulni darvozasining oldiga olib, uydagilarning qo'liga tutqizib qo'yiblar, qaytmasam bo'lmaydi. O'yladi Rana. Yo'lni siz deb bering, men uyingizni bilmayman, juma. Dedi Rana Roshangulga qarab. Ma'qul. Yana azroq oldimizga qarab mengib, soldagi ko'chaga kiramiz. Dedi Roshangul. Ha, bildim. Qaytadigan ko'chaga kelganda daviting, ha? Ma'qul. Ular azroq mengib, Roshangul askartgandan keyin so'lga burildi. Bu ko'cha boyiqi yo'ldanmi bakarak qorong'u edi. Rana sal qo'rqdi. Bu ko'cha nimanda qorong'u? Salmon saqla kelamiz. Dedi Roshangul. U shundoq degach, atrofga aloqzodlik bilan pat-pat qarab qo'yib-atdi. Qorong'uda mang'ashqa Rana Roshangulning chiroyidagi aloqzodlikni sezmadi. Rana 2-bölüm. 4-qism. Qorong'uda mang'ashqa Rana Roshangulning chiroyidagi aloqzodlikni sezmadi. Joyingdan midirlashma. Tuyuqsizlik chiqqan ovozdan qo'rqib ketgan Rana Roshangulni qo'yib atgan edi. Nalardan paydo bo'lgani noma'lum 4 kishi paydo bo'lib, ularni o'rab turgan edi. Aniqroqini qilib aytganda, Ranani o'rishib turgan edi. Roshangul allaqachon ularning kayniga o'tib bo'lgan. Rana ahvolning sal benormal ekanligini his qildi. "Men qilmoqchisizlar, menda pul yo'q", dedi Rana aldirabla. Bizga sening puling lozim emas. Sening o'zing lozim. Dedi ularning orasidan biri bo'm ovozda. Malni biz topshirib oldik. Sen ketaversang bo'ladi. Mo'shning bilan bodi keldimiz tugidi. Men malni oldinglarga akilib berdim. Qochirib qo'ysanglar o'zinglar ega, ha? Dedi Roshangul orqadan. Biz butun suruq 4 kishi turib, mo'sh bir ojiz qizni qochirib qo'yamizmi? Hozirlik yo'lga solamiz bu malni. Mashina tayyor. Bayidin qo'sig'im og'ridi deb tuz turamay qolgan Roshangul amdilikda bular bilan bayiqi og'rig'idan asarmi yo'q, tuz turib qaranglashib o'tdi. "Roshangul, nima qilganingiz bu?"
Men sizga nima yomonlik qildim? Nimishqa bunday qilasiz? So'radi Ra'no ochiq bilan. To'g'ri, siz menga yomonlik qilmadingiz. Ammo menga boshqa amal yo'q. Sizni tutib bermasam, dadamning o'tirib etgan qarzini to'lab bo'lmayman. Dadam meni urib o'ltirib etishdan yanmaydi. Sho'r peshon ekanman. Mushundaq bir dadaning bolasi bo'lib tug'ilganman. Peshonamga putilganni tatishdan boshqa amalim yo'q. Roshangul sal to'xtab elib, boyiqi gap qilgan er kishiga qarab dedi. Men ketdim. Uni qochirib qo'ymanglar. Roshangul kayniga burilib, Ra'noga qarabmi sanmay ketib qoldi. Ra'no o'zining setilganini his qildi. To'rt er kishi texicha Ra'noni o'rishib turadi. Roshangul sal yiroqlashgandan keyin Ra'no boya gap qilgan odamga qarab dedi. "Nech pul desanglar men beray. Meni qo'yib bersanglar bo'lamdi." Qizchaq, senda pul bo'lsa, oshxonada mulozimatchi bo'lib ishlamding. Bizni ahmoq qilma demsan, ha? dedi heliqi er kishi Ra'noga qarab. "Ras, menda pul bor. Sizlarga nech pul lozim? Men beray." Ular Ra'noning gapini anglaydigandek emas edi. Ular Ra'noga to'rt tarafdan yiqilishib qistab keldi. Ra'no qayoqqa ketishni bilmay turganida oradan biri Ra'noning qo'llarini orqaga burabda tutdi. Yana biri bir narsani Ra'noning burniga tutib edi. Ra'no gap qiladigan vaqtgacha nima bo'lganini bilmay hushidan ketdi. Bu to'rt er kishining ichidagi baslikrak kelgan biri Ra'noni mo'risiga otgan padida bularning hammasi bu ko'chadan g'oyib bo'ldi. Ra'noning tinsiz bo'lib ketganini ko'rgan yiqilli bir yerda mo'kinib turgan Roshangul xotirjam bo'lib, ularning orqasidan bu ko'chadan chiqib uyga qaytadigan yo'lga chiqdi. Ra'no yo'qab ketib bir yilgacha deriga bo'lmagandan keyin Ra'noni o'ldiga chiqaribdi. Robiya Hamragul achamning uyining chirig'ini o'chirmayman deganni bahona qilib, Hamragulning o'limidan bir oy keyin Hamragulning qo'rosiga ko'chib kelib olgan edi. Bu ishlar Yusufning parvoyiga kelmadi. Chunki hozir uningga hamma jihatdan holiga yetadigan Robiya bor edi. Hamragul o'lib ketib 3-4 oydan keyin ular to'y qildi. Aradan ozroq o'tib Robiya kelishtirib qo'shkezak o'g'il tug'ib, Yusufning beshi xushalliqdan osmonga taqashdi. Robiyaning qo'saq ko'tirganini bilganidan boshlab Yusuf yezidan sirtqa chiqib baxmadi. Chunki Robiya Yusufga sezik bo'lgan edi. Robiya o'ziga sezik bo'lg'ashqa, Yusuf doktorning ko'rsatmasi bo'yicha Robiya sezikdan chiqadigan vaqtgacha Robiyaning yonida hamroh bo'ldi. Shundaq qilib, Robiya tug'ilgan vaqtgacha Yusuf barliq zehniy va sodalarini yezi ichiga yo'tkab akib bo'lgan edi. Yezi ichidagi soda sirtikidek cho'ng bo'lmasa-mu, soda qilmay uyda o'ltiraverishga texmi bo'lmaydi. Chunki yetib yesa tog'mi to'shimaydi. Hamragulga bergan 50 ming yuan bilan Yusufning yeni xilali o'ruqlab qolgan edi. Uning ustiga Robiya bilan 2 bolaning chiqimimi o'ziga tushliq bor edi. Hamragul Ra'noga qo'saq ko'tirganida Yusuf hamra bo'lib turmag'ashqimi yoki boshqa sabab bormi, Yusuf bu qo'shkezak o'g'illarga bakli ko'yapti. Kichik bo'lsa-mu bilmaydi demay ularga hamra bo'ladi. Ko'nalarning mehr muhabbat hamra bo'lishdan shakllanadi deganining haqiqatan asosi bor. Yusuf bu qo'shkezak o'g'illarini necha soat ko'misi chidamaydi. Agar bularni Ra'no Hamragul ko'rgan bo'lsa, nima deb qala bo'g'iydi, ha? Cho'qim hayronlikdan og'iz ichilib qoladi-ku deyman. Bu qo'shkezak o'g'illarga Yusuf Hasanjon, Husanjon deb ism qo'ygan bo'lib, bu o'g'illar hozir 3 oylik bo'lib qolgan edi. Go'ngrab bir nimalarni deb, viliqlab kulib, Yusuf bilan Robiyaning emas, ko'yganligi odamning ichini ko'ydiradi. Yusuf do'kondan bekor bo'lsa, Robiyaning bolalarning yeniga chapatdi. Buning uchun Yusuf nurg'un bahonalarni topatdi.
birdam usab ketib damlagan chayingizni siyg'indim desa, birdam ko'zim birdam yumilib qilib balalarni tushab qaptiman deydi. Hammani tushunib turayotgan Robiya Yusufdagi bu o'zgarishlardan xushal edi. Yusuf uyga paydo bo'lishiga yerib qolganiga qaramay, Yusufga choy tayyorlab, amroq tamg'ini etib, uning ko'nglini texmi utishga tirishadi. Rostini aytganda, Robiyani bola beqib bak yerib ketidi degilimi bo'lmaydi. Balalarga maxsus holidan xabar oladiganga ikki ayol bor bo'lib, Robiya faqat balalarni emitadigan vaqtda emitib tasila, qolgan vaqtda Robiya o'zining ishi bilan mashg'ul edi. Har vaqt o'zini asrashni, o'zini kutishni, Yusufning ko'nglini o'ziga mayli qilishni unutib qolmaydi. Yezidikilarmi bağan siri bu yurtda Hamragül atliq bir ayol aslida yashab baxmagandek. Rana ismlik bir qiz bo'p baxmagandek ularni unutib ketgan edi. Agar bir yil burun Hamragül hayot vaqtida bular hozirgidek Hamragül bilan Ranani unutib qolgan bo'lsa, balkim Hamragülning hayotimi uncha baldur oxirlashmagan. Rana mu yurtdan chiqib ketib, shuncha dishvorchiliklarni tatib yurmagan bo'lar edi. Lekin bularning hammasi faqat agar xolos. Kishilik hayotning o'zi bir maydon o'yin. Hammamiz bu o'yindagi personaj. Yuz berayotgan va yuz bergan har bir ish naq maydondan qo'yilgan ko'rinish. Kishilik hayotda nadimi undaq ko'p agarlar mavjud bo'lsin. Robiya ko'chib kelib hech qancha o'tmay, Hanifaning bu qo'roda turg'isi kelmay, o'z yurtiga ketishni bahona qilib, yurtdan ketib qoldi. Ketishdan burun Hamragülning qabrisini yo'qlab, uningga nurg'un gaplarni qildi. Buni faqat Hanifa o'zi biladi. Xolida Satangni o'zi askilik qilgan kishilarning uvoli tutdimi, bir kechada og'zi maymoq ketib, palash bo'lib qoldi. Shuning bilan saq vaqtida hayt desa hoyt deb turadigan qo'l chumoqchilari bir kechada Xolida Satangni yolg'iz tashlab kechib ketdi. Xolida Satang yolg'iz qilib, qachon tiniqdan qolgani noma'lum. Jasidi sesib ketganda, qo'lim qo'shnilari sesiq biroq chidamay, kirsi o'lib ketgan. Shuning bilan unimi ko'mib qo'ydi. Xolida Satang hayot vaqtida faqat pul debli yashagan. Pulni bersa har qanday ishni qiladi. Uning yaxshilik qilganini hech kim asliyamaydi. Bu jahonning arg'amchisi bak uzun. Sen birovni bir qachat salsang, ishonginki, bir kunlarda seni mush bilan birini soladigan odam cho'qim chiqadi. Sen birovga zarrachilik yaxshilik qilsang, bir kunlarda bu yaxshilik sana hassisi bilan yanadi. Boshqalarni demay turayli. Xolida Satang Hamragülga nimalarni qilmagan? Bir yil bo'la bo'lmay o'zi nima kunlarni ko'rdi? Agar Xolida Satang o'zining qilgan ishlari sababli mushundaq ishni ko'rmaydigan kunlarni ko'radiganini bilsa, sizcha yana mushundaq qila bo'g'imi? Rana ko'zini ochganida bir qorong'u uyda put-qo'llari bog'liq holatda edi. Mushu falokatchilikka uchirgan vaqtdan qanchalik vaqt o'tganini, hozir qaysi vaqt bo'lganini, o'zining qayerda ekanligini bilolmadi. Ko'zini ochib bir oz turgandan keyin ondan uyga bir kichik to'nlikdan tushayotgan yo'riqdan bu qorong'u ko'ringan uyda o'zining yolg'iz emasligini, bu uyda o'zidan boshqa yana bir nechalarning borligini ko'rdi. Bular texi uyg'onadigandak emas edi. Demak, bularni Ranadan keyin etkagan bo'lishi mumkin. Rana ko'zlari yo'riqlikqa sal ko'nib keyin uy ichiga teximi tafsiliy sapsilib qaradi. Uy ichida o'zi bilan qo'shilib 5 qiz bor edi. Bularning hammasi o'zi bilan tang bematlik qizlar edi. Ichida bir qiz teximi kichikdak ko'rinadi. Meni ro'shangilni sevayotgani aniq. Bu 4 qizni naladimi ipgagandi? Bu ipmaslar bizni yana nalaga opirdigandi deb o'yladi Rana ichida. Bal mushu vaqtda sirtdan gap qilishgan ovoz anglandi. Aka, mallarni qachon olib beramiz?
Doğrunun ta'siri chiqadigan vaqt bo'ldi. Ular yerida uyg'onadi. dedi oradan biri. Nimaga aldiraysan? Ular mashina avatimiz dedi-ku. Mashinami hiligacha kelib qolarmikan? Bu gap qilgan er kishining ovozi Ro'shangul bilan gap qilishgan heliqi er kishining ovoziga o'xshayotir. Buni bak tez keladi mashina. Bu qitim bak ostimi qanday? Yana so'radi oldida gap qilgan odam. Cho'ngamni bu qitim saqchilar sal xat qilgan o'xshaydi. Mushmalni yig'ishtirib olsak, bir mazgil jim tutib turaylik deydi. Aka, ularni hamini akitlagan bo'lgan lekin avval o'zimiz tikib bakmaylik. Bo'lmasa, aradagi bu bilan sirli chiqib nimalar qiladi. Bu gaplarni anglab, Ra'noning badallarini titrak besib ketdi. Erkinning oqibati esimdan chiqib qopti-da. Akagan mallarga chiqilganlar qanday bo'lmoqchi edi? Ular saq chiqsa, bizning oldig'inimizni ko'proq bo'ladi. Uydagi xo'jini bilan besib turib o'rnimani. Beshingni yeydidingmi ya, ha? Ya aka, chaqchaqa. Bunday deb qo'ydi. Bunda qishda chaqchaq qilma ha menga. Cho'ngam bir yonda qilib, men adibon berib tushib ketmay yana. Bildim aka. Endi bunday gap qilmayman. Menga kirib qarab baq. Ular o'yg'ondan ekan. Yuzingga niqobni taqib olishni unutib qolma. Navoda bir kunlarda ulardan biroz qutulib chiqib ketadigan ish bo'lib qolsa-mu, bizning ortiqroq kun ko'rishimizga foydasi bo'ladi. Qo'rqib turib yana nima ish qilamiz aka bu ishni? To'g'ri yo'lda yashsak bo'lmamdi deyman. Kimning to'g'ri yo'lda yashag'isi yo'q. Qizimning davomlashiga har yil nurg'un pul ketadi. Bu pullarni to'g'ri yo'l bilan qachon tepib bo'laman. Uning ustiga hozir bu ishni qilayotganimga 3 yildan oshdi. Tajribalikmi bo'lib qoldi. Oson pul kiradigan yo'ldan pul uzgisi kelmaydi ekan odamni. Sen undaq emasmi? Men bu shunday aka. O'zim sat bo'lgan bilan, o'sha pulning kuchi bilan chiroyli xotinni pichoqlab yotgandim men. Pul bo'lmasa, bu xotin menga qaramdi deysan. Voy bo'ldi. Kirib qarab baqa. O'yg'onganlar bo'lib qolsa, do'rin yana bir qitim purtib chiq. Bordigan yerga tinch berib olguncha, uyg'onib ketmay tursin bu jonivorlar. Ma'qul aka. Men kirib qarab baqa. Gapning oyog'i uzilib, Ra'no yotgan uyning ishiga echildi. Ra'no yolg'ondan ko'zini yumib, o'yg'onmagandek yetib olishga aron ulgurdi. Kirgan bu er kishi chiqib eshikni etib, sirtdagi er kishiga gap qilgan ovozi anglangandan keyinla Ra'no ondan ko'zini ochishga jur'at qila oldi. Aka, hech qaysi uyg'onmabdi. Bu qitim to'g'ri bek kuchlikmi yo bu qizlarning batan safasi bek ojizmi? Uyg'ongan vaqtimi bo'ldi bo'lmasa? Men qara, Qodir Kusay. Men toza xotirjam bo'lmayapman. Uyg'onmagan bo'lsa-mu, do'rin yana bir purtib chiqinaman. Chiqaq chiqib qolmasa yana. Bo'ldilar aka. Yo'l bo'lmay ketdi bularni. Do'ri yana bizga lozim bo'ladi emasmi? Voy gap anglig'in enim. Kichikkin do'rini oyaymiz deb xatarga tavakkul qilmaylik. Do'rini etbilib, bir qizni to'kiningga bosay deganlikdan ya. Ma'qul, bildim aka. Men hozirni bezay. Eshikning yana echilgan ovozini anglagan Ra'no ko'zini yumib, tinishqini jur'at qilmasdan yotdi. Qodir Kusay degan bu er kishi kirib, qizlarning hammasining burniga qo'lidagi bir do'rini birdamdan tutib turib etib chiqib ketdi. Ra'noning burnining yeniga do'rini akaganda, Ra'no do'rining ta'siridan yana hushidan ketishidan ansirab, tinmay yotdi. Oxiri ishining echib yepilgan ovozidan keyin yana boyagi ishki er kishining ovozi anglandi. Qana qilding? Hech qaysi uyg'onmabdi ekan. Shundaqdimi hammasiga do'rini purtib etdi. Yaxshi qilsan. Endi bularni xotirjam topshirsak bo'ladi. Mana, qo'rsqim ichib ketdi. Bir narsa yeyib kiraylik. Nima aka? Do'rini purgandan keyin yana tekin net soat o'sim uyg'onmaydi. Voy, xotirjam mang'ina bir. Shu gap so'zdan keyin ularning ovozi anglanmadi. Ra'no qo'llarini bo'shatishga urinib baqdi. Putlarini midirlatib baqdi. Bog'laq bek ching edi. Ra'no shuncha midirlatsimi bo'shaydigandek emas edi. Ra'no bog'laqni bo'shatamay qo'llari surilib echib ketdi. Ra'no 2-bölüm. 5-qism.
Rana bağlaqni bo'shatamay, qo'llari surilib, echib ketdi. U oxiri bağlaqni bo'shatishga ko'zi yetmay to'xtab qoldi. Rananing qo'saqlari echib, tortishib ketgan edi. Rana oshxonada kashlik tomoqni azroqli yegan edi. Hozir shuningdan qanchalik vaqt o'tdikin tang. Yana bir ozdan keyin yana gap qilishgan ovozlar anglandi. Aka, soqchilar paydo bo'lib qoldi ya. Yalqan tomog'imni to'liq yeb bo'lolmagan texman. Qo'rqib ketdim. Xuddi hozirli meni tutib akitdigandek. Jo'ngam ahvol sal xatarlik deyotgan. Soqchilar bizning piyimizga tushdimi nima? Mollarni bilib qolganmidi aka? To'q yepsa. Bilib qolsa buchoqchi biz turam to'q yedi. Mana Do'rini yana bir purtib chiq. Eng oz degandimi, ati tushkichi o'yganmay tursin bo'lar. Mashinamni kep olamaydigan o'xshaydi. Bizmi hozircha o'zimizni daldiga ep turaylik. Bu yana hech kim topolmaydi. Ular shundoq deyishgandan keyin ovoz yana yo'qolib ketdi. Rana yumilab eshik tarafga keldi. U xeyli uzun hablashib, putlari bilan tepib, qo'llari bilan tortib yiqibmi, eshikning oshqili bo'ladigan biror yerini topolmadi. U bakli umidsizlandi. Qo'sig'ining ochlig'i, boyidan beri tirkishib eshikni echishga uringanlari, qo'llarini bo'shatishga uringanlari hozir birlashib uni holidan ketkizib-atdi. Boyidan vaqaray desa, yana boyiqi ikkisining kelishidan ansirgan bo'lsa, amdilikda vaqirg'udek mag'durumi qolmayotdi. Rana eshikni echish uchun yana tirkishib baqdi. Qanchalik vaqt o'tgani noma'lum. Rana holsizlandi, mag'dursizlandi. Qo'saqlarini echib tortishib ketgan edi. Ko'zlari yumilib ketib-atdi. Yerning tegidan chiqayotgandek g'arang-g'urung ovozlar, chirqirashgan, vaqirashgan ovozlar kelib-atdi. Rana vaqirash uchun urinib baqdi. Lekin mag'dursizlanganidan ovozimi chiqmayotdi. Mushundaq o'lib ketamanmi? Bundaq bo'lishini bilgan bo'lsam, boya Do'rini puratganida purab bo'shimdek yassami bo'pti ekan. Ana, sizga yaxshi yashayman deb va'da bergan edim. Va'damni amalga oshirolmaydigan o'xshaydi. Mushularni o'ylab etib, Rana ochliq va mag'dursizlikdan hushidan ketdi. Roshangul Ranani u 4 arkishiga topshirib bergandan keyin uyiga qaytdi. Bu uy 50 kvadrat metrlik uy bo'lib, Roshangulning onasi hayot vaqtida ota-onasidan qolgan xeyli ko'p pul bilan o'zining Roshangulning dadasidan tiqishtirib yurib, saqlab qo'ygan pullarini qo'shib olgan uy edi. Onasi tugab ketgili 2 yil bo'lgan bo'lib, onasi ba vaqtdami ichadigan dadasi onasi tugab ketgandan keyin texmi adab ketdi. İçib məs bo'lsa, Roshangulni "Menga pul bermeding" deb uratdi. Bir yildan beri nalada yurib o'rganib oldikin tang, qimor o'ynashni o'rganib olgan bo'lib, utib olgan vaqtlarda bek yaxshi bo'lib ketadi. Roshangulga "Qizim, sana yaxshi qarayamadim, otliq qarzimni yaxshi ado qilamadim" deb go'sht kaboblarni akirib yegin deb holi qolmaydi. Lekin bundaq kunlar xuddi bayramdek, oyda biror qaytim bo'lib qoladi. Başqa o'tirib kunlari bo'lsa, tutilib qolgan bulutliq havodek, ushik tegay deb qolgan ushik harisidek Roshangulni chiqib oladi, uratdi, tillaydi. Rana Roshangulning dadasi Sadriddinning qarzi uchun tutib bergan ikkinchi qiz hisoblanadi. Oldingi qaytim o'tgandan bexatar o'tib olg'ashqamikin, Roshangulning yuragimi xeyli yo'g'nab qolgan edi. Bu qaytim Ranani tutib berganida ancha qo'rqib ketmadi. Uyga kirgan Roshangul yana ichayotgan dadasi Sadriddinni ko'ribla qaynab so'zlab ketdi. Senmi dadi bo'ldingmi? Qizingni qarzingni tuligili salab, ha? Sendek dadam bo'g'ichi bo'lmagan bo'lsan-chi kashki. Menmi dunyolikda tikandek yolg'izkenman deb hech kimga tortishmay yashamasmidim? Sadriddin Roshangulga qarab qo'yib, xuddi Roshangul havoga gap qilayotgandek orig'ini ichiverdi. Endi yana qimor o'ynab qarz bo'lib qolsang, qarzga o'zimni tutib beraman. Bundaq yurak oldi bo'lib o'tkazadigan kunlardan jo'q to'ydim. Endi bo'ldi qil. Menimi o'zingni qo'yib bergin. Menga oromlik bergin. Meni yashig'ili qo'y. Sendan o'tinay dada. Sendan o'tinay. Roshangul gap qilib kelib
dadisini quchoqlab yig'lab ketdi. Sadriddin Ro'shangulning dastlab uyga kiribli so'zlab ketishidan bezorlik his qilgan bo'lsa, endilikda tuyuqsiz o'zini quchoqlashidan tamtirab qoldi. U qizini mushundoq bir qitim quchoqlab qo'ymaganiga qancha zaman bo'ldi, ha? Qizining bag'ri nima degan illiq. Sadriddin mushularni o'yladi-yu, lekin og'zidan hech qanday gap chiqmadi. Dada, men kirib ketdim, dedi Ro'shangul birdan dadisiga esilib yig'lab olgandan keyin. Senmi balduroq aram ol. Sadriddin hech narsa demadi-yu, qalbida qanday bir davolg'ishlarning bo'layotganini faqat o'ziga ayon edi. Ra'no beqiniga qattiq bir narsa tegib, og'riq dastidan ko'zini ochishga majbur bo'ldi. Nim bu yerda yotding? Nim bo'lsang bu yerda? Bu heliqi dori puratgan er kishining ovozi edi. Ra'no ko'zini ochdi-yu, gap qilolmadi. Hozir Ra'noda gap qo'g'idek mag'durmi yo'q edi. Bu er kishi yuziga niqob taqib olgan edi. Sizlarni akilib qo'yg'ili 2 kun bo'lay dedi. Qo'singlarga yeydigan narsa yeb keldim. Qo'linglarni yechib yetay. O'zinglar yanglar. Men hammanglarga yegizib bo'lamayman. Lekin esinglarda bo'lsin. Bu eshik iskilatning eshigi. Sizlar ochimiz degangila ocholmaysizlar. Men mush yerda sizlarga qarab turaman. Sizlar tomoq yeb bo'lgandan keyin qo'linglarni yerga bog'lab qo'yaman. Qaysinglar qechishga urinib ekansizlar? Tomoq yemaganning ustiga o'lgudek tayoq yeysizlar. Bu odam mushu gaplarni degach, oldi bilan Ra'noning qo'lini, ondan qolgan 4 qizning qo'lini bir-birlab yeyishibdi. Bularga akirgan tomog'i nachchidan mo'mi bilan bir shishidan suv edi. Ra'no birinchi bo'lib suvga qo'l uzatdi. Qo'llari uyushib, harakatlarimi qo'lashmay yotadi. U bir qo'lida suvni elib, bir ko'tirishida suvning yerimini ichib bo'ldi. Ondan mo'mini elib yeyishga boshladi. Shunchalik tez yediki, Ra'no hozirgacha bo'lgan hayotida bundaq tez tomoq yeb baxmagan desimi ortiq ketmaydi. U suvni ichmay mo'midan 4ni yeb to'xtadi. Qo'llariga xeyli mag'dur kirib qolgandek qiladi. U qo'lidagi shishida qilib qolgan suvning yana yerimini ichdi. Qo'sig'imi xeyli to'ygandek qiladi. Ra'no shundala qolgan qizlarga qaradi. Ular mutiga yeyishdan to'xtamagan. Ularning qo'saqlari toza oshgan bo'lsa kerak. Ular Ra'nodan qilishmog'idek holatda yotadi. Yelim yaxshi, mo'ma xeyli ko'p edi. Ra'no boshqa qizlarning qo'saqlari asosan to'yib, xeyli bir yerga berib qolganini ko'rgandan keyin ondan qo'lini so'zib, mo'midan yana birini oldi. Bu qitim mo'mini oldirmay yegash, tomoq akirgan er kishiga va tomoq yeyotgan qizlarga sapsilib qaradi. Hozir bu uyning ichi xeyli yo'rib qolgandek qiladi. Ichidagi hamma narsani aniq ko'rgili bo'ladi. Acaba oldingi qitim men uyg'ongan vaqt kesh vaqti bo'lganmidi deb o'yladi Ra'no. Tomoq akirgan odam bularning tomoq yeyishiga qarab turdi. Mo'mi tugagandek qiladi. Suyinglarni ichib olinglar. Qo'linglarni bog'lab yetay. Suyivasam bo'ptikan, kichik dardim baq qistab ketdi, dedi qizlardan birsi. Bu gap bilan qolgan qizlarmi iltijoliq ko'zlarini bu er kishiga tikdi. Demak, qizlarning hammasining degudek kichik dardi qistab ketgan edi. Hey, to'xtanglar. Men qarab boqay, bo'lamdi yo'q? Deginicha bu er kishi uydan chiqib ketdi. Aka, qizlar kichik dardimiz qistab ketdi deydi. Qada qilamiz. Nima bu chaqda? Aka, ilmi 2 kun bo'laydi deb bularga. O'ylab bo'lsa, chiqib kichik dard qilib bo'lar edi. Uğuras. Qara ko'say. Oshu uyning bir bo'lumida ishni tugitaversin. Shunday so'ng. Baribir bularni topshirib bo'lgandan keyin mal topshiradigan joyni almashtirdik ekanmiz. Elli mashina keldi. Ularning qo'llarini bog'lab etishni unutib qolma, ha? Ma'qul aka, bildim. Bu er kishi kirib qizlarga mushu uyning bir bo'lunga berib, kichik taraf qilib ishini tugatishini, o'zining birdan putini yeshib, ondan bog'lab etganligini deydi. Qizlar bir-biriga qarshib qizirib ketishdi. Nima xizil bo'ladinglar? Xizil bo'lsanglar kichik taraf nima qilmanglar bo'ldi? Men qo'linglarni bog'lab etib chiqib ishimni qilay. Yo'q, men berib olay, dedi boyagi kichik
ishlar qilyapsan deb birinchi bo'lib gap qilgan qiz. Bu er kishi qizlarning birining putini bo'shatib, u yenib kelsa, put qo'llarini bog'lab etib, yana birini bo'shatib, oxiri qizlarning hammasi navbatlashib degudek ishini tugatib kelib oldi. Ondan keyin bu er kishi eshikni yepib chiqib ketdi. Shundan keyin qizlar bir haza bir-biriga qarashib turib qolishdi. Bularning tunji qitim yuz ko'rishishi bo'lg'ashqa, bir-birini tanımaganligi sababli bir-biriga qandoq eg'iz aytishni bilmay yotadi. Lekin bularning o'rtasida bir xil o'xshashlik bo'lib, hammasi hozir o'xshashla bir muhitda turibdi. Bularning put-qo'llari bog'liq bo'lgani bilan eg'izlari ochiq edi. Oxiri Ra'no eg'iz ochdi. Mushundaq bir holatda taqdirdosh bo'lib qoldik. Meni billa xizmat qiladigan bir qiz dadasining qarziga setib atdi. Sizlar qandoq bo'lib bu xizmatga qoldinglar? Men bir kechilik bezmaxonada ishlab o'tdim. Pulova bir porpitek savdogar hamroh bo'lishini talab qilgandi. Men rad qilgan. Bezmaxona xo'jayini meni bularga setib atdi. Dedi yeshi eng kichik ko'ringan qizchaq. Bulan deyishganning nima foydasi? Dedi aradan yana bir qiz. Eng yaxshisi bu yerdan qanday qochib chiqishni o'ylashaylik. Bo'lmasa o'lgandan betar kunga qolamiz. Bu yerdan qochib chiqishimiz taskan. Dedi Ra'no gap qilgan qizga qarab bo'sh ovozda. Men sinab baqqan. Ishni aytishim mumkin emas ekan. Uning ustiga bu uyning tomlari bak egizgan. Faqat shu egizdagi derazada asraq yo'riq tushdi ekan. Lekin deraza sirtida temir bor ekan. U yerdan chiqish aslo mumkin emas. Chiqish mumkin emas ekan deb shunda o'ltiramdi. Dedi bayiq qiz yana. Amsa qandoq qilamiz? Dedi yana bir qiz. Amsa siz yo'l ko'rsating. Shu bo'y chiqib baqayli. Men bilmayman. To'xtanglar, o'yinni baqay. Dedi u qiz birdan havodanga qarasa, birdan beshini tuvan qilib o'ylanib. Avval bir-birimizning put-qo'lini bo'shataylik. Qandoq bo'shatamiz? Meninkini beching bog'lab atdi. Sizlarning bo'shmi? Dedi aradan bir qiz. Hech kimninkin bo'sh bog'lamaydi. O'zimizninkin o'zimiz albatta bo'shatamaymiz. Lekin bir-birimizninkin bo'shatsak bo'ladi-ku. U qiz shundaq degenicha, Udul Ra'noning yeniga kelib, Ra'noning qo'lini bo'shatishga urindi. Boshqa qizlarmi bu qizni do'rab, bir-birining qo'llarini bo'shatishga kirishdi. Bu qiz Ra'noning qo'llarini bo'shatib bo'lgandan keyin, Ra'nomi bu qizning qo'llaridagi arg'amchini yashdi. Ularning hammasi put qo'llarini bo'shatib bo'lgandan keyin, yana heliqi bir-birining qo'llarini yeshish amalini topgan qizga qarashdi. Rostini aytganda, bir-birining qo'lidagi arg'amchini yeshadigan bu usulni Ra'nomi xiyoliga keltirmagan. Shunga Ra'no bu qizning mushundaq vaqtda amal topaliganiga sal qoyil bo'lib qolgan edi. Qizlar, men qaramay sizlarning kallanglar bo'lgandikin, sizlar o'ylab boqmamsizlar. Hammanglar birga amal topayli. Voy, men taxa avval bir-birimizning qo'lidagi bog'liqni yeyishayli desangiz, kaynidan nima ish qilishimizni o'ylab bo'lgan o'xshaydi debdimi? Dedi yana bir qiz. Men o'ylagan, lekin bo'lamdi bo'lmamdi bilmayman-da. Uning ustiga sirtkilarning qancha odamligini bilmaydigan tursak. Meni hoshimdan ketkizib etib akagan odam 4 odam edi. Lekin men hoshimga kelgandan keyin sirtda 2 odamning ovozini angladim. Ular bizni ib ketadigan bir mashinaning kelishini saqlayotdi. Sirtda hozir 2 odam bormikin? Dedi Ra'no u qizga qarab. Undaq bo'lsa ularga kuchimiz yetami? Dedi bir qiz. Bir amal qilib ularni kirgizsak 2lisining kirishini atayin, cho'qim birisi kiradi. Lekin kirgandan keyin qanday qilamiz? Dedi yana bir qiz aldirab. Bu yerda uni urib aylantirib atgudek bir narsa bormidi? Qizlar bu gapni anglab, darhol izlashga kirishib ketdi. Bularning turbatqini 30 kvadrat metrcha keladigan ombordek bir uy bo'lib, put qo'yig'idek yeri bordek emas edi. Bu yerdan hamma aski-tuski tepiladigandek qiladi. Qizlar bir haza izlashtirib yurib, bir dova aski-tuskining qetidan diametri 4 cm, uzunligi 1 metrdan oshadigan 2 tal to'mirni tepib chiqdi. Hamdiki masila, qaysinglar bu to'mir bilan odam uralaysizlar? Dedi yana heliq qiz. Hamma qiz bir-biriga qarashib gap qilishmadi. Birsini men tutaman, yana birini qaysinglar olasizlar? U degan bir er kishi mening birini qo'yishim bilan hushidan ketishini atayin. Yana bir tal to'mirni men olay. Dedi Ra'no. Ra'no garchi bundaq ishni qilib baxmagan bo'lsa-mu, hozirgidek bundaq vaqtda saqlab turaverishga bo'lmaydi. Uning ustiga bu qizlardan hech sado chiqadigandek emas edi.
Qizlardan biringlar put-qo'linglar bog'liqlik holatda chandırib qo'ymay, qo'singlar og'irg'anda do'rab ketinglar. Qag'inimiz bayiq odam chiqib ketganda qag'in o'rnimizga kelib, bizning put-qo'limiz bog'liqlik turganda holatda o'ltirib turamiz. Men sirtkilarni chaqirman. Ular kirgandan keyin ondan ishni boshlaymiz. Ha rost. Kirgan odamning beshiga kaydirgili holatidek bir narsa topqil bo'larmi? İzdab baqayli. Boya tömürni topgan yerda bek meynat xaltadan birini ko'rgandek qilgandim. Qanday xalta bo'lsa mayli, ish qilib kirgan odamning beshiga kaydirgili bo'lsa-la bo'ladi, dedi bir qiz. Uning meynat pokizlik bilan kimning kari? Men izdab baqay. Bir sivatganmi bu xaltaga bek sesiqkan, dedi xaltani ip kelgan qiz. Sesiq bo'lsa tex yaxshi. Tezroq hushidan ketishga foydasi bo'lar, dedi aql ko'z tuvatgan qiz.